Gulnoz, o'zing ayta qol Aytib qo'ya qol javobini. endi o'zing odamni qiynamang. Topolmadik, boshqa savol ber. Rosa qiyin savol berding. Topolmadinglar, a? Aytib qo'yaver o'zing. Mayli, unda boshqa osonroq savol beraman. Demak, eshitdinglar? Uning orzulari katta edi. U shifokor bo'lishni, ota-onasiga suyanch bo'lishni istardi. Gulnoza, sen qaysi oliygohga kirmoqchisan? Tibbiyot institutiga. Niyatim shifokor bo'lish, senchi? Men yurist bo'lmoqchiman. Lekin uning orzulari uzoq yashay olmadi. Qizimiz hadimiy maktabni ham tamomlaydi. Voy, juda yaxshi bo'ladi. Oz qolibdi, kutamiz. Kelinoyi, uyimizga mehmonlar kelishibdimi? Ular sovchilar, sizga kelishibdi. Hozir choy damlab beraman, olib kirasiz. Sovchilar, o'qishimchi. Mendan turmushga chiqasanmi deb kimdir so'radimi? Ta'limsiz kelajak, imkoniyatlar cheklanishi. Ta'lim to'xtaydi. Orzular ortga suriladi. Erta nikoh, bolalikning tugashi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz talabalar. Men bitiruv malakaviy ishimning mavzusini O'zbekistonda ayollarning reproduktiv salomatligini himoya qilishning huquqiy mexanizmlari, milliy va xorijiy tajribalar deb nomladim. Farzandlar orzularini amalga oshirishga haqli. Ularga vaqt va imkoniyat bering.